Xo'p, yana o'zimni boshqatdan tanishtiraman. Mening ismim Baxtiyor. Shu gruppani adminiman. Bugun sizlarga 2026-yilda soliqni daromad solig'i hisobotiga o'zgartirish kiritilibdi. Shularni sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana shu men bilan hozir hamkorlik qilgan tashkilotda personal kabinetidaman. Mana hozir ko'rsanglar, sizlarga asosiy o'zgarish nimadanligini ko'rsataman. Mana oxiri dekabr oyida jo'natilgan. Mana hozir yangi nimani olamiz. Shaklini topib olamiz. Mana 26-yil 1-yanvarda mana o'zgartirish kiritildi. Bungacha mana eskisini pastligida topshirib kelganmiz. Bu yerda asosiy o'zgarish nima desanglar, shablonni tortdim. Shablonda mana oxirgi mana shu qatori o'zgartirish kiritilgan. Oldin faqat imtiyoz kodi yozilar edi. Endi imtiyoz kodi va narastashi imtiyoz summa hamda oyma-oy haligi qo'llanilgan imtiyoz summani kiritib borish kiritilibdi hisobotga. Bu nima degani? Misol bitta hozir buni xodimlar kesimida ham ko'ramiz. Bitta xodimimizga misol padoxod hisobladingiz deylik, nima? Kontraktga pul o'tkazdingiz 1 million desak, mana hozir 1 yanvarda o'tkazdingiz, shu summani 1 millionni yil boshidan deganiga ham 1 million qo'yasiz. Shu oyda, misol yanvar oyida bergan bo'lsangiz, yanvar oyiga ham xuddi shu 1 millionni qo'yasiz. Endi buni 16-qatorda, ya'ni o'sha narastashi summa o'zgarmaydi. Yilda oxirgacha faqat o'sib boradi. Bu kamaymaydi. Endi mana savol bo'lishi mumkin. Fevralga o'tib bu xodimingizga o'sha kontrakt to'lovi imtiyoz bermadingiz. Fevral oyida отчет jo'natayotganingizda 16-qatorda summa turadi. O'sha yanvardagi summa turaveradi. Endi martga kelib yana siz 1 million o'tkazib ber deyapti. Siz 1 million ushlab o'tkazib bersangiz, mart oyi uchun yana 1 million qo'yasiz. Bu уже narastashi summa уже avtomat 2 million bo'ladi. Уже aprelga o'tib yana o'tkazmasa 2 million qolaveradi, bu tomoni 0 ketaveradi. Shu yilda oxirigacha qaysi oyda o'tkazsa, o'sha oyda o'ziga summani qo'shasiz, summa yil boshida summaga qo'shib boriladi. Tushundinglarmi? Endi bu yerda mana bir 10 tacha bo'lsa kerak. Misol bitta xodim nogironli imtiyoz olishi mumkin, ipotechniy kredit imtiyozi, nodavlat tashkilotining imtiyozi, misol kontrakt imtiyoz bo'lsa, shu ro'parasiga qo'yib ketaverasizlar har bittasini. Shu mana shu maydalashgan bu hisoblanadi, lekin boshqa hamma tomonini avtomatlashtirishgan. Mana endi buni qanday kiritishni ko'ramiz. Buni bilasizlar, Uzazbodan sizlarga qayerdan nima olishni aytishdi, nima hojati yo'q, hamma biladi. Men отчетdan shu daromad solig'ini shu oydagi misol nimasini, ro'yxatini kiritib provision qo'yasizlar. Buni endi mana tortib olamiz. Pechatga beramiz. Aslan mana 5, 6 da bo'ladi. 5 da shu ish haqqiga doir daromadlar, 2, 6 da moddiy yordam, bandishning, ya'ni kasallik varaqalari kiritiladi. Buni ham bilasizlar. Endi bu tashkilotda faqat mana birinchi listda daromad bo'lgan, mana jami daromadi 312 million yanvar oyida hisoblabdi. Mana shu 312 million turibdi. Endi buni shunday ko'chirib olamiz. Bu hozir bunda
nimasi yo'q, nima deydi? Narigi yangi uzaz bu nimani soliqni shabloni bilan tortmaydi. Mana shu yerdan qo'yib oldik. Уже avtomat hammasini berdi. Men shu yerga endi 26-yil qilib berasiz. Hammasi 26 bo'ladi. Bu qatorga ham ish stavkasi. Endi hozir men kim qanaqa bilmayman. Men hammasiga bir qo'yib qo'ydim. Xo'p, endi biz hozir qaysi xodimga nima imtiyoz qo'llanganini bilishimiz uchun sizlarga men o'zimni metodimni ko'rsataman. Endi hamma har xil ishlashi mumkin. Men nima qilaman? Dokumentdan shu yanvar oyidagi vedomisni ochib olaman, tortib olaman. Ya'ni mana yanvar oyidagi vedomisi va pechatga beraman. Tabel bo'yicha farqi yo'q, qaysi bo'lsa ham filtr qo'yib olamiz o'zimizga oson ishlash uchun. Xo'p, mana ochildi. Endi oxirgi mana shu hamma hisoblandidan keyin daromad solig'ini oldidan ikkita kattaga ochaman men. Natijasiga 12% ni beraman. 12% ni berganimdan keyin dastur hisoblagan padoxoddan ayrayman shuni. Qanaqadir summa chiqadi. Mana bersam chiqdi. Mana bu yerda dasturda qarasangiz, bu yerda mana asosiy bu yerda katta summa ikkitaga rol o'ynayapti. 300 ming va 239 ming. Shu ikkosini olaman men. Ko'raman. Xo'p, bu nima? Mana Rahimova Oygul va Usmonov Arofat ekan. Bu yerda qarasangiz, subsidiyali krediti bor ekan bittasi o'quv nimasi bor ekan, kontrakti bor ekan. Shu 2,5 millionni prosta men to'g'rilimiga bundan boshqa imtiyoz yo'qligi uchun, bom yo'qligini bilish uchun men jami hisoblandi summasida shu summani bir ayrisam, mana qo'ygan formulam 0 bo'ladi. Значит 2,5 million bu nimaga xodimga imtiyoz qo'llanilgan. Endi pastligini ham bilish uchun buni ham jami hisoblandisidan shu subsidiyali kreditini summasini beraman. Bu ham mana 0 bo'ldi. Значит mana yanvar oyida shu ikkita xodimga imtiyoz qo'llanilgan. Endi buni shu imtiyozni biz mana nimada ham kanalimda ham tashlaganman. Mana soliq imtiyozlari bor. Bittasi birinchi bilish uchun Rahimova Oygulni biz hali birinchi tashlab olgan mana nimadan topamiz. Topdi, mana chiqdi. Mana shu imtiyozni boshlanishiga mana bu yerga ham nima qo'yib qo'y. Zakreplение belgilab qo'yaman sizlarga, hali nima bo'lib qolmasligi uchun. Buni farqi yo'q, qolaveradi. Mana imtiyozga kelib turib, endi Rahimova Oygulga nima imtiyoz qo'llanilgan? Bunga kontrakt qo'llanilgan, kontraktni kodini topamiz. Mana shu yerda kodlar bor. Pastga o'nda tushsak, bu ipoteka. Mana nimani kodi? Kontrakt kodi 102.9 shuni yozamiz. Soliq hisobotiga yozildi. Endi bu Rahimova Oygulga necha pul imtiyoz qo'llanilganini 2,5 million so'm. 2,5 million so'mni jami yil boshidanga shu oy uchun qo'yamiz. Sababi hozir 1-yanvar oyini qilyapmiz. Hali boshida aytib o'tdim. Shu yoziladi. Mana keyingi nimalarda, oylarda yil boshi haligi narasida shu summa o'zgarmaydi, o'chirib yubormaydi. Bunisi yo'q bo'lishi mumkin, lekin bu hamisha yilda oxirigacha keladi shu summa. Endi keyingi xodimimiz Usmonova Arofat edi. Buni ham hozir nimadan topamiz. Usmonova Arofat bu xodimga ipoteka krediti subsidiya imtiyoz qo'llanilgan. Buni ham nimasini olamiz? Mana buniki kreditlarning imtiyozi 104-131. Mana buni ham o'sha ligotani kodi yeriga qo'yamiz. Summasini olamiz. Summasi 2 million.
Mana 2 million chiqdi. Ko'rdinglar, shu bilan soliq hisoboti tugadi. Buni endi saqlanib qilib olamiz, любой bitta yerga. Рабочий stolingizga qo'ysangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. 01 qo'yib oldim. Yopamiz. Endi mana soliq nimani qulaylik qilganini ko'rsataman. Mana kiramiz shu nimasiga. Jismoniy shaxslar tanlaymiz. Hisobot 26-yil yanvar. Mana hozirgi hisobotda tanlaymiz 01 da. Tanlaganimizdan keyin ko'rsanglar, mana pastda yangi nima chiqib qoldi. Mana sizga aytyapti. Formani to'ldirish uchun deyapti. Shu nimani bosing, ya'ni buni yuklaganda shu bazaga o'qiting degan ma'noni bildiradi. Mana bosamiz. Bosganimizdan keyin o'zi avtomat Excel'dagi hamma kerakli joyda o'qidi. 44 ta ekan, xodim soni 44 ni qo'yamiz. Mana o'sha avtomat bu yog'iga hamma summani o'zi tortib berdi. Endi INP'sini ham ko'ramiz. Nech pul u qolib ketib qolibdi. INP'sini men ma'lum olib beraman. 307.665 so'm jamg'arib boriladigan pensiyaga o'tkazilgan. Shu summani bu yerga qo'yamiz. Tortdi mana. Endi oldin biz imtiyozlarni shu mana ikkinchi jadvalda qo'yib ketardik. Endi mana ko'rsanglar, soliqni o'zi avtomat siz buni yozib yurmaydigan qilib o'zi avtomat to'ldirib qo'ydi. Faqat bir qator tekshirib bersizlar, haqiqatda mana o'quv nimasi, chunki kodini noto'g'ri yozsangiz bu yerga tortmaydi. Yana nima hisobotim o'tmayapti-kin deb yurmaysiz, nima qilmaysiz. Bo'ldi, shu bilan mana jo'natasiz. Hop. Qayerda nima qoldi? Mana 25% da nimasini foizini yozmayapmiz. Buni ham tekshirib qo'yamiz. 78.041 ming ekan. Mana o'tkazsak, mana 78.041 hisoblangan, to'ppa-to'g'ri tortdi. Mana endi jo'natishni bosamiz. Ketdi. Mana ko'rsanglar, uje mana o'z vaqtida topshirildi. Shu tashkilotda hisoboti soliq organiga o'tdi. Bu hisobot endi bu hisobotda noto'g'ri kiritib qo'ysanglar, xodimni ertaga pensiyasiga ham hammasiga ta'sir qiladi. Bu o'ta e'tibor beriladigan etapga keldi. Bo'ldi, shu bilan mana soliq hisobotini topshirasiz. Shu tartibda.